Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozir biz xizmat safari bilan Sirdaryo viloyati Oqoltin tumaniga keldik. Golding chorvachilik fermer xo'jaligiga. Bu chorvachilik fermer xo'jaligida asosan Aberdeen Angus zotli mollar parvarishlanadi. Bizni bu fermaga doktor chaqirdi. Mana Umidjon akamiz, shu akamizni chaqiruvlari bilan fermaga tashrif buyurdik. Bizni birinchi marta kelishimiz. Umidjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Aka, bu fermada asosan Aberdeen Angus zoti boqiladi xolos, Shunday. yo qo'shimcha zotlar ham bormi endi? Faqat hozir Angusni rivojlantiryapmiz bu yerda go'sht mahsulotlarida. Aka, sir bo'lmasa jami necha bosh mol bor? 700 dan oshiq mol. 700 boshdan oshiq mollar. Gap mollarning sifatiga bir e'tibor beramiz hurmatli kuzatuvchilar. Juda ham ajoyib zo'r. Aka, bular tuqqan paytida bolalari deyarli ajratilmasa kerak, постоянно. Ha, bular onalar em yuradi постоянно. Aka, hozir fermer xo'jaligida asosiy uchraydigan muammolar nimalar aka? Muammolar o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, oqsil tegdi mollarga. Oyog'ida sal muammo bo'ldi. Oyoq og'riqdan sal chiqib ketish sal qiyinlashdi. Yashurdan keyingi holatlarda. Yashurdan keyingi holat. Qochish masalasi bo'yicha qalay gap? Undan keyin shu yashurdan keyin sal qochish ham sal sustlashdi. Undan oldin yashur kasallikdan o'tgandan keyin sal qochish muammolari ham kelib chiqdi-da. Oyoq bilan qochish muammolari. Hurmatli kuzatuvchilar, biz bu yerga kelishimizning asosiy sababi bu yerda o'sha yashurdan keyingi noxush holatlar, ya'ni qochish masalalari bo'yicha hamda tuyoq og'riqlar bo'yicha muammolar uchragan. O'zi aslida ko'pchilik yaxshi biladi, bu zotlar, ya'ni Aberdeen Angus zotlari, bular immunitet jihatdan juda ham baquvvat zotlar hisoblanadi, lekin yashur kasalligi bu baquvvat mol yoki bu nozik molni deb ajratib o'tirmaydi, hammaga deyarli bir xil ta'sir qiladi. Shuning uchun biz hozir chaqiruvga asosan kelganmiz, dori-darmonlarni olib kelganmiz, sxemalar bo'yicha mana hozir Umidjon akamizga kataloglarni berdik hamda sxemalarni tushuntirib o'tdik. Navbatdagi videolarda xudo xolasa bu yerdagi muammolar qanaqa tartibda hal bo'ldi, shular bo'yicha video roliklar qo'yib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga har doim eng yaxshi, eng sifatli silamiz. Salomat bo'ling.